Assalomu alaykum suyimli umaqpallarım. Men bugun sizlarga Yusuf Xasaji buanglarning hikoyasini o'qib beraman. Sizlar bu hikoya orqali Yusuf Xasaji buanglar va uning ish izlari va uning ijodiyatlari va bizga qoldirgan meroslari haqida tanishib chiqasizlar. Va shundaqla o'zinglarning mushundaq bir bo'si bo'lganligidan faxrlansizlar. Unda qo'ysa hikoya quloq solinglar. Ming yillik hikoya va 1000 yil burun yuz bergan voqea. Yusuf Xasajib. 1019-yili bahorda Qarxoniylarning o'rdasidagi Xasajib rayhonidan Baytumirning uyida bir o'g'il buvoq tug'ilibdi. Ata-onasi uning behmu chiroyliq va umoqligini ko'rib, uningga insonlarning eng go'zali bo'lgan Yusuf payg'ambarning ismini qo'yibdi. Yusuf 40 kunlik bo'lganda 40 to'yi bo'pti. Ota-onasi uni kun oyidek yo'riq bo'lsin deb yuzini yuyibdi. Qalam tutib adolat yo'li echilsin, qilich tutib dushmanni yer bilan yeksan qiladigan botir bo'lsin deb ikki qo'liga suv qo'yibdi. Atasi uni Beg Yusuf deb chaqirdi ekan. Beg Yusuf 5,5 yoshga kirganda atasi uni xalliq madrasaga o'qishga beribdi. Ustozi uni sinab, "Nima uchun o'qishni xolab qolding?" deb so'ragan ekan. "Bilim elib kishilar oldida yerga qarab qolmaslik uchun" deb javob berib, ustozini qoyil qilibdi. Har yili bahorda katta No'roz keladi ekan. 9 yoshga kirgan yili Beg Yusufning No'rozga atab yozgan she'rini anglab hammaylar hayron qolibdi. Beg Yusuf yana ot minish, qilichvozlik qilishdimi tang yetishibdi. Beg Yusuf 14 yoshga kirganda Qashqardagi donliq Sojiya madrasasida o'qishni boshlabdi. Shu chaqlarda bilim beg'i deb atalgan bu madrasada Qarxoniylarning shahzodalaridan boshqa yana Eron, Iroq, Rum va Buxoro qatorliq joylardan allardan kelgan taliblarmi o'qiydi ekan. Keyin Qarxoniylar davlatining adolatparvar podshohi Yusuf Qadirxon olamdan o'tibdi va uning cho'ng o'g'li Sulaymon Arslanxon podshoh bo'ldi. Beg Yusuf podshohning amri bo'yicha dadasi bilan yiroq allarga do'stlik o'rnatish uchun ko'p qatim berib kelibdi. Keyin Beg Yusufning dadasi olamdan o'tibdi. Marhum Xasajib rayhoniddinning 40 nazirdan keyin podshoh Beg Yusufni o'rniga chaqirib, dadasining o'rniga Xasajiblikqa taklif qilibdi. Lekin Beg Yusuf ilm tahsil qilish bilan aldirash ekan. Ancha uzun o'tmay davlatda ichki nizolar yana boshlanibdi. O'rnida turg'usi kelmagan Beg Yusuf Balasag'unga ketibdi. Keyin taxt almishib Hasan Bug'roxon podshoh bo'ldi va Beg Yusufni o'rnida billa ishlashga taklif qilibdi. Bu chaqda Beg Yusuf o'zining buyuk asri Qutat G'ubilikni yozayotgan bo'lib, podshoh Hasan Bug'roxon uni xizmatga tayinlamay, uningga yaxshi sharoit yaratib beribdi. Aradan 18 oy o'tib, buyuk 13290 misralik jahona asar Qutat G'ubilik baxt keltirguchi bilim oxiri bitibdi. Beg Yusuf bu kitobni podshoh Hasan Bug'roxonga taqdim qilibdi. Hasan Bug'roxon Qutat G'ubilikni qayta o'qib, bu asarning hayotida erishgan eng katta sovg'at ekanligini his qilibdi va bu kitobning yozuvchisi Beg Yusufga Xasajib unvoni beribdi. Shuningdan keyin Beg Yusufni hamma Yusuf Xasajib deb ataydigan bo'ldi. Shuningdan keyin Qarxoniylar Qutat G'ubilikdan foydalanib
davlat boshquribdi. Mahir xattatlar kitobni necha nusxa ko'chirib, Orda kitobxonasida saqlabdi. Sharq va G'arbda kitob har xil tillarga tarjima qilinib, shuhrati jahonga tarabdi va bugunga qadar davom qilib